2026 Chevrolet Cobalt o'zining tanish ko'rinishi, amaliy kuzovi va kundalik foydalanishga mos xususiyatlari bilan e'tiborni tortadi. Bugungi videoda ushbu avtomobilning tashqi dizayni, saloni, qulayliklari, texnologiyalari va umumiy imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Agar siz tejamkor, sodda va oilaviy foydalanish uchun qulay sedan izlayotgan bo'lsangiz, Cobalt qiziqarli variant bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishda Cobalt old qismidagi Chevrolet belgisi, keng radiator panjarasi, katta faralar va ixcham kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Sedan shakli avtomobilga klassik va amaliy ko'rinish beradi. Yon tomondan qaralganda eshiklar, oynalar va gildiraklar uygun joylashgan. Orqa qismi esa kundalik foydalanish uchun yetarli bagaj imkoniyatini taqdim etadigan sodda dizayn bilan davom etadi. Salon ichida haydovchi uchun boshqaruv elementlari tushunarli joylashtirilgan. Old o'rindiqlar kundalik safarlarda qulaylik yaratishga mo'ljallangan. Orqa qatorda yo'lovchilar uchun ham yetarli joy ajratilgan. Multimedia, audio tizim, konditsioner va boshqa qulayliklar avtomobilni kundalik hayotda yanada foydali qiladi. Xavfsizlik jihatidan esa zamonaviy avtomobillarda uchraydigan asosiy himoya tizimlari muhim ahamiyatga ega. Cobaltning asosiy afzalliklari uning amaliyligi, xizmat ko'rsatish qulayligi, oilaviy foydalanishga mosligi va bozorda tanish model ekanidadir. U shahar ichidagi qatnovlar, ishga borish va kundalik yumushlar uchun mos keladi. Yoqilg'i sarfi, dvigatel turi va jihozlanish darajasi tanlangan bozor hamda komplektatsiyaga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun xarid qilishdan oldin rasmiy ma'lumotlarni tekshirish foydali. Bizning maqsadimiz avtomobil haqida sodda, tushunarli va foydali ma'lumot berishdir. Cobalt ayniqsa oddiy boshqaruv, keng salon va amaliy sedan formatini qadrlaydigan haydovchilar uchun e'tiborga loyiq. Siz qaysi xususiyatini eng ko'p yoqtirdingiz? Izohlarda bizga albatta yozing va ushbu videoni Chevrolet avtomobillariga qiziqadigan do'stlaringiz bilan ham ulashing. Agar sizga 2026 Chevrolet Cobalt yoqsa, fikringizni izohlarda yozib qoldiring.